Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomlari munosabati bilan hammalarni Turanni tabriklaymiz. Mana Axborot kutubxonasi hamkorligida ushbu tadbirimizni o'tkazamiz. Yillardan beri hamkorlikda ish olib boryapmiz. Biz bundan xursandmiz. Sizlar bilan shunday o'rtada shartnoma tuzib, har doim sizlar uchun xizmat qilishga tayyormiz. Charchamanglar, kelajakda sizlarga ishinglarda, oilanglarda xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Kelganinglar uchun bugun vaqt ajratib, katta minnatdorchilik bildiramiz. Alisher Navoiy va Bobur hayotini o'qisak, uni asarlari, Alisher Navoiyni g'azallarida, masalan, uni hayotiy kechinmalarini ta'riflagan bo'lsa, Boburida do'stlik, vatanga bo'lgan muhabbat, sadoqat ifodalangan. Har birimiz masalan, Bobur ham o'zining hayoti ijodida ko'p qiyinchiliklarni bo'lgan, ular do'stlar sayin barqaror bilan umr kechirish davomida baxtli ham tashvishli kunlari bo'lgan. Bobur o'zini asarlarini yozarkan, o'zi devon qilib chiqarmagan. Shunchalik kamtar inson bo'lganlarki, ular o'zlarini asarlarini yozarkanlarda lekin to'plab chiqarmas ekanlar. Shunda ular shoirlari atrofdagi oilsa o'ltirur. Husn shohi ul balolat kim ko'zu qoshingdadir. Hayrat etmon husni naqshidagi har hayratki bor, barchasi ezikda olo sunniy naqqoshindadir. So'zlari hammalarni shu o'tgan Navoiyni va Bobur Mirzoni tavallud topgan kunlari bilan hammamizni tabriklaymiz. Ularning ijodini, ularning hayotini, ularni bosib o'tgan yo'llarni uchraganda darmazar bo'lib yurgan paytlari ham bo'lgan. O'sha joylarni yozganda Bobur aytadiki, mening hayotimdagi eng og'ir damlar deydi, yurtimdan, ya'ni Mo'g'uliston hududlaridan mag'lubiyatga uchrab chiqib ketgandagi hayot, yurtimga qaytishni shunchalik xohlaganmanki deydi, qayta olmagan, nasib qilmaganda taqdiri azal degan narsa bor-da. Shu taqdiri azal Boburni nasib qilmagan yurtiga qaytishga. Aylagach, oshkora aylab yuzim ko'k, zimni hayron aylading, yoshirin oldi ko'ngil ko'zimni hayron aylagach. Ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'lg'ach qo'yaver. Sizlarga umuman qisqacha savol-javobli viktorinam bor, tayyorlab keldim. Nima deydi? Moddiy rag'batlantirishda qabul qilsanglar ham bo'ladi. Bir 5 ta savol beraman. O'sha 5 ta savoldan kim ko'p topsa, o'shanga moddiy rag'batlantirish bor. Ochilaka o'rningizdan bir turib qo'ying, videoga tushib qolasiz. Xo'p, demak Ochilakaning holati deb e'lon qilamiz biz tanlovimizda va keyingi ishlaringizda ham doim omadlar. Boburnoma qanday asar hisoblanadi? Qanday asar? Boburnomani o'qiganmisiz? Eshitganmisiz? Shoh asar, bu memuar asar, tarixiy memuar asar hisoblanadi. Albatta, bu shodimon bo'lmasmiz. Mehribon bo'lmasmiz. Oltin qafas ichidagi qizil gul bitta bulbulga oshyon demasmiz. Uchdim yo'lida intizor, keldi jon bo'g'zimga yur, o'y sho'xibat Orazidek oydin erkonda gar etdi ehtiyot, ro'zgorimdek ham o'g'londa qorong'u kelmadi. Parivash, hajridim kim, yig'ladim devonavor, kimsa bormu kim, anga ko'rganda kulgur. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmay meni, kim bori qon erdi kelgan bu kecha suv kelmadi. Toli besodiq topilmas, yo'qsa ki qo'ymas qadam,
yo'lga kim avval qadam Olsak, yana biz o'zimizni ham kutib qolamiz bular. bahonamiz.